20-yil ana Covid-19 O'zbekistonga kirib kelib tarqagan paytda men o'zim o'sha Covid ichida ishlayotgan turgan paytimda shunday bitta voqeaga duch keldim. Bir inson ko'zimda oldida o'lyapti. Ya'ni bizni qarayib turgan bemor ichida o'lyapti. 4 tomondan kislorod tortib qo'yganmiz. 4 ta kislorod. Bittasi kamaysa ham saturatsiya pastga tushib yoryapti. O'sha 4 tani o'zida ham 60-70 atrofida turibdi. Zo'rg'a, xuddi suvdan chiqqan baliqqa o'xshab, shunaqa qilib nafas olyapti bechora. Endi men kechki paytlar bo'lib qoldi, sement topshiradigan paytim bo'lib qoldida, o'sha paytda gapiryapman. Aka, kechirmagan insoningiz bormi? Desam, zo'rg'a mana shunaqa qilyapti. Qarab. Shuni kechiring iltimos. Chin dildan kechirib yuboring. Bugun Alloh uchun kechirib yuboring dedimda, hech qancha vaqt o'tmadi-yu, men ketdim nimaga? Sementni topshirdim-u ketdim. Keyin kelgan ertangi kuni kelyapman. Kechqurun mana nima bo'ldi ekan? Hayolimda endi to'g'risi gaptirasiz, shayton nimaga olib boryapti-ki, u o'lib qolgan bo'lsa kerak ham deb o'yladim. Chunki ahvoli krayni og'ir edi. Erta bilan kelsam, qaysi ko'z bilan ko'rayki, 4 ta kisloroddan 2 tasini olib qo'ygan. To'g'ri, dori-darmonlar ham qilingan. Haligi odam meni ko'rib oq ko'zlaridan yosh chiqib, "Doktor, kecha siz kechiring dedingiz, men kechiruvdim." Amakisini o'g'li bilan amakivachchasi bilan yer talashib, sen menga borilib, haligi yuz ko'rmas bo'lib ketishgan ekan. Chin dildan kechiruvdim. Kechqurun 10da o'sha bolani o'zi kechirgan keldi, uni chaqirganim yo'q. O'zi keldi kechqurun unga menga ko'rgani deyapti. Haligini kechirgandan keyin shunaqa yengillashdim, shunaqa zo'r bo'ldim. Ertalabki ahvolimni ko'ring, mana shunaqa ahvoldaman deyapti. Tushunyapsizmi? Mana shunday, agarda mana shu kechirmagan insonlar maytada kirib turgan bo'lsa, ming niyatini yaxshi qilib qo'ygan bo'lsa ham baribir Alloh uni nimasiga bermaydi. Birinchi o'rinda kechirimli bo'lish kerak.